endi nima qilamiz? Davolash kerak. Olib ketamiz. Opa, Men unaqa Dubayda maydalashib o'tirmayman. Dubay menga yengil emas. Qo'ysansa desizchi, meni uyatyapsiz. Miamida villa bilan Lamborghini olib bersa yetadi. Men ham yangi kelin bo'lib tushganimda menga ham kun bermagandi. O'shani dastidan shu yoqlarga qochib kelib, qolib ketganmiz. O'zi opangga uncha-muncha odam bas kela olmaydi. U Luboy kelinni yamlamay yutadiganlardan. Anakonda. Jim o'tiringlar. Dars boshlandi. Hozir chiqib boraman. Xabaringlar bor, yaqinda Burakostirik kelib ketdi. Hamma ular rasmiy tushdi. Menga taklif qilishdi, lekin men rad javob berdim. Nima qilaman bitta oilani qilib. Xullas bugungi mavzuimiz Turkiya. Ustoz bu Afrika. Abdullayeva, eng aqllimisan? Chiqindi o'rnimga dars o't. Ustoz, yil boshidan beri faqat Turkiya haqida gapirasiz. Mo'minov, Turkiya bu uzun mavzu. Ustoz, dars o'tamizmi? O'tamiz boshlaymiz. Jim bo'lishingni kutib o'tiribman. 40 minutdan beri jim bo'lmaysanlar. O'chirmasinglar. O'tmayman dars. Qanaqa vijdonsiz odamsanlar, ha? Qanaqa vijdonsiz odamsanlar? To'g'ri qator she'rni eplab yodlamaysanlar. Bizani avloddan kimlar chiqqan bilasanlarmi? Ajdod, ustoz. Gapimni ayb qidirma. Sen bilan choriyda gaplashaman. O'zbeksizlar-ku. Assalomu alaykum. Endi o'tirishinglar mumkin. Good morning, students. Today we have very interesting topic about air pollution. As you know, it causes really bad issues in our lifestyle, in our lifestyle. O'lay agar birorta ham gapiga tushunmayapman. Nima farqi bor, muhimi so'kma aytgan bo'lsa bo'ldi. Ustoz o'zi qaytarilmaydi. Voy, uzr ham chegarasi bor. Bolaga tarbiya berishni bilish kerak-ku, ota-ona bo'lgandan keyin. Nima e'tibor tarbiya bera olmasangiz? Voy ustozi, qanaqa ursangiz ham roziman. Go'shi ham sizniki, suyagi ham sizniki. Xohlagancha urishuring. Shu narsami? Uzr. Bo'pti, boring, bilganingiz, o'zim bilganimni qilib olaman. Ha, boring. Ha. Tepamda turmang. Boring, bo'pti. Rahmat. Menga qara, eshitdinglar endi gaplarini. Yana bir marta to'polon qiladigan bo'lsang, o'g'ilga qo'yib qo'yaman. Stolni ko'tarib turasan. Ketayotganingda kalta yeysan, boshingni urib yorib qo'yaman. Tez bor joyingga o'tar. Bashoratni bizdan boshlayman mana bu движениеda. Yaxshiroq. Qo'lingizni ko'taring. Bu dunyoda adolat yo'q. Qachon qaram menga Matiz chiqadi? Ingliz tiliga kursga chiqaman, qiziqaman, juda IELTS olmoqchiman, keyin sertifikat olib chiqmoqchiman. Maqsadlarim juda katta niyatlarim. Ingliz tilini yaxshi bilasizmi? Ha, bilaman, kursga chiqqanman. Bironta tilagingizni ayting bo'lmasam, zo'r qiz ekan. I want to be you. How are you? Butun dunyo biladigan IELTSdagi gaplari va Ona tilidan nechiga o'qigansiz? Ona tilidan 5 ga o'qiganman. Skvoznak so'zini o'zbekchasi. Skvoznak. Yelvizak. Topdilar. Короче so'zini o'zbekchasi. Короче. Qisqasi. Qisqasida. Yo'q, mendan so'ramayman, bulardan so'rayapsiz. 5 ga bilaman dedingiz-ku? Ha, 5 ga bilaman. U xayolimga kelmadi. Oilada nechta farzandsizlar? Oilada 4 ta farzandmiz, 2 ta singlim, bitta ukam bor. Siz nechinchi farzandsiz? Kurtkam ichida pistolet bor, tez hamma pulingni chiqar. Hamma pulingni ber. Voy. Hech nimaga ulanmaganmidi bu naushniki? Quloqim so'qatmaydi-da. Befarosat. Ovqat olib kelib qoshiq olib kelmabsiz. Ha, yo'q-ey. U befarosat, ha? Siz uydachi? Farosatlimi? Oshib, erta qoshiq berib yuboring. Oyingiz qani? Mana u. Meni yoqim to'ylarim. Yo'q, berib yubordim Lo'liga. Lo'liga? Nimaga berasan Lo'liga? Sizni o'ladi dedi. Ha, jonova. Tilchalari chiqib qopdimi? Men kech qolganim yo'q. Zvanok mendan oldin chaldi. Shunchalik aqlli bo'lsanglar agar 11B, hozir 2 varoni olamiz deb oraliq nazorat yozamiz. Hammasiga Obijonovaga chapay chalib qo'yamiz. No. Oh, all right.
Didn't I get you already? Nima yegandi? Kim? Mana. Ha, kecha opamgada to'y bo'lganda bir kosa sho'rva, bir kosa osh. Ketidan 4 tot somsa bilan ikkita g'ijdovoni kovobidan ham yedilar. Keyin norin 6 parakini qazisi bilan yana shirinliklar, bir kosa qimiz ham ichib yubordilar. Bu o'kib qolibdi-ku. Bu hali hammasi emas. Honda, Black Bolt ने जरा सा मुंह खोला तो तुम खत्म हो जाओगे। कौन सा मुंह? ओ नजीरा choy olib kel. Choy muncha ko'p choy ichishadi bular. Tuxum sindirishni yoqtirmayman. Ular singanda yig'lagim keladi. Ichida jo'jalar bor, ularga rahmim keladi. Men dahoman. Bugundan boshlab meni ovozlar ma'budi Sid deb atang. Quloq sol olov ma'budi. Seni duming yonyapti.